Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun mana navbatdagi zo'rg'in motorolimiz o'zimizning Toshkent viloyati Yuqorichirchiqqa sotildi. Bu akamizga. Bular oldin ham bizdan mototsikl olgan. Bu ikkinchisi. Yana kelib olib ketishyapti. Aka, yaxshi kunlarga qurdi. Rahmat. Rahmat. Rasa yaxshi mototsikl. Vatandoshlar oylar. Hech nima qilmaysiz, adashmaysizlar. Qishloq xo'jaligiga ayniqsa zo'r. Umid chorvasi bo'lsa, tovuqlari bo'lsa, juda yaxshi narsa. Oling. Narsa ham shuncha ham bor. Yaxshi shuncha bor. Mana akamizga rahmat. O'chirib katta keltiribdi. Bular ikkinchi olsa. Ramalarni ko'rsatib qo'ying. Ramalarni yaxshi. Ramalarimiz 10 ga 5 profildan qilingan. Mana yukxonalari. Yukxonalarimiz bo'lib ochildi. Agar bunisi kerak bo'lmasa, olib qo'ysa bo'laveradi. Uch tomon ikkiga bo'lib ochilinadi. Biri 30 ga, ikki 20 lik yukxona. Bu mashinaga kelmasa, narxi 26 million.